Mana shu nimaga kameraga gapirmaysiz? Почему? Почему вы не можете сказать ijod yo'q? Почему? Ijod yo'q, ijod qilish niyati ham yo'q. И вот как будто endi самое главное Yulduz Usmonova bilan mana bu eng menga вот болезненная точка. Я не знаю почему так. Mana hozir sizlarga ham savolim shuda, men buni sizlardan ham so'rayapman. Что я не так делаю? Почему yonimda yurganlar birdaniga Yulduz Usmonova bo'lib qoldi? Men hali ham kankita qilib yuribman. Nimaga mana hali oyog'im yerdan uzilmaydi, Allohga shukur. Meni yonimda yurganlar bir pasda palonchi, pismadonchi, to'g'ri chimadanmi tosh yurganlar ham taksistlik qilib yuribdi bugun. O birdaniga odamlar bundaqa qilmasdan haligi kecha bitta ham qo'shiqqa she'r yozmagan bugun bir shoiralar bo'lib maktablarda uchrashuvda voy nima maktab ko'ryapsan? Почему вы во всех видите Yulduz Usmonovу? Мое окружение еще не говорит, что это все Yulduz Usmonova. Men o'qigan kitobda o'qimasligim mumkin, she'rlarni yozmayotgandir. Kim bu she'rlari? Men asos 99.9% o'zim yozaman, kuyini ham, she'rini ham. Запомните. Asha 40 yilga ijodimga qarasalaring, кто еще не знает, yoshlar. Все слова мои. Все вот эти вот мои почти. Katta shoirlarga murojaat qilaman. Mahmud Toyir, Muhammad Yusuf, Hakimjon Oxinjon Hakimovga. Mana yana 53-yilda yozilgan she'rni ishlatdim men. 1953-yilda yozilgan. Men shunaqaman, kitob o'qiyman, o'tiraman. Yo'q, bugungi shoirlar sun'iy intellektdan uzoqqa bormaysiz. Это ваша проблема. Хотите сидеть, сидите дальше. Но то, что меня сейчас бесит, то, что birdaniga kimnidir ishga chaqirsang birdaniga munda qolib qoladi. Tushmasga odamlar bilan muloqot qiladi.